Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh va hop kelinglar bugun loyihamizni yana davom ettiramiz. Oldingi safar biz sizlar bilan oxirgi marta combat patternni yozib tugatgan edik. Ya'ni combat patternlarni, ya'ni ikkinchi qismida, ikkinchi bo'limida va bugun uchinchi bo'limini yozishni boshlaymiz. Factorydan boshlaymiz. Kelinglar, birinchi bo'lib zikr, ya'ni nima qilamiz? Zikr turlarini aniqlab olamiz. Factory zikr turlar. Xo'p, nima bo'ladi? Birinchi export bo'ladi. Export bo'ladi. Interface zikr. Hop, zikr bo'ladi. Name string albatta. Hop. Keyin esa description. Description. Qottichada string. Qilib qo'ysak, mana to'g'ri bo'ladi. String. To'g'rimi? To'g'ri. Hop, buni ikkita narsani yozib oldik. Endi keyingisi export class nima bo'ladi? Zikr factory. Zikr factory, ya'ni zikr factory sal xunukroq chiqsa ham, lekin baribir factory pattern bo'lganligi uchun shuni yozishga majbur bo'ldik. Hop, static bo'ladi va create bo'ladi. Yasab olamiz, create. Ya'ni misol uchun nima bo'lsa bo'ladi? Type bizda string bo'ladi. Type string bo'ladi, to'g'rimi? Va bu zikrni qaytaradi. Mana. Ya'ni zikrni interface'da qaytaradi. Name va description dan iborat qanaqa qaytaradi bizga value ni. Hop, switch case bilan xalq tashlasak bo'ladi. Switch biz aytamizki nima deymiz? Hop, type ya'ni mana type bizda nima bo'lsa, misol uchun type case. Hop, nima deymiz? Case misol uchun subhanalloh bo'lsa. To'g'rimi? Bu shunaqa bo'ladigan bo'lsa, return yana qaytarib olamiz. Name subhanalloh. Description esa nima bo'ladi? Description bo'ladi. Buni poklab yotib bo'ladi. Shu bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu bizning subhanallohning ma'nosi, ya'ni descriptioni va zikrning nomi. Kelinglar, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni name qaytaryapti, description qaytaryapti. Shu. Xo'p, keyingisi yana keyingisida yana case bo'ladi. Ya'ni oxiriga qadar o'shamiz va bizga case tashlash bo'lsin, ya'ni case. Nima bo'ladi endi? Xo'p, case bo'ladi. Endi bizda o'sha alhamdulillah. Mana. Bu nima bo'ladi? Return. Xo'p, return name bo'ladi. Description. Hop. Nima bo'ladi? Noqsi bo'ladi. Mana shunaqa qilsak bo'ladi. Noqilib bo'ladi. Xo'p, bular ketdi do'stlar. Endi bizda nima bor? Yana bitta case tashlaymiz. Uchinchisi ham bor. Case yana o'zi bizda nima? Mana bu. Uchinchisi Allohu akbar. Xo'p. Bu nima bo'ladi? O'zi bizda return name mana va bu description
Alloh eng ulug'dir degani bo'ladi. Mana. Hop. Oxirgisi, ya'ni endi bizda default bo'ladi. Default. Yana biz qo'shib chiqishimiz mumkin. Biroq hozir vaqt ketadi. Bu yoqni qo'shib o'rganamiz, yana murakablashtirish uchun. Bu yoq o'zingizda. Ya'ni error bo'ladi. Nima agar default degani else degani o'zi, to'g'rimi? Default bo'ladi. Biz aytamizki, bunday zikr mavjud emas yoki yoki noma'lum deb yozib qo'ysak bo'ladi. Yoki noma'lum turi kiritildi deb yozib qo'ysak bo'ladi do'stlar. Bo'ldi, shu bizada. Bu bizada nimaga? Bu bizada factory pattern hisoblanar ekan va bu zikr turlarini kiritib chiqadi. Tushundinglar do'stlar? Keyingisi prototip bo'ladi. Prototip o'zi shu qolishi kerak faqat. Prototip, ya'ni patterndan shu qoldi. Prototip bu bizda nima? Obyektni klon qilish. Prototip. Obyektni klon uchun ishlatiladi. Ketdi. Biz import qilgan narsalarimiz bor bu yerda. Import. Zikrlar biz import qilamiz. Factorydan olib keldik, to'g'rimi zikrlar? Mana olib keldik. Xo'p, keyingi qadam aytamizki export class. Bizda class bor. Xo'p, zikr prototip. To'g'rimi? Implements zikr. Mana. Implement zikr. To'g'rimi? To'g'ri. Endi bizda nima kerak? Konstruktor kerak. Konstruktor. Mana. Konstruktor ochildi. Va bizda public name string. Xo'p, name string public bizda nimalar bor edi? Public description bor edi. Description. Bu ham string. Ikkita bo'ldi bu. Mana buni to'xtaylik. Buni qilib biz nimani berib qo'ysak bo'ladi. Mana. Ko'rdinglarmi do'stlar? Shu. Zikr bizda nimaga xabar beryapti? Zikr is type. Chiqib tursin hozir. Xo'p, bu yerda endi nima bo'ladi? Endi bizda klon ham bo'lish kerak-ku. Klon degan metod yozamiz. Klon degan metod yozamiz. Bunga biz zikr prototipga berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Prototip va bu yoqqa aytamizki nima deymiz? Return new zikr prototip this.name, to'g'rimi? This.description deymiz. Mana. Bizda shunaqa bo'ladi do'stlar. Bu degani nima degani? Bu degani ya'ni zikrni bizda klonlab oldik. Bitta zikrni qaytarmaydi. Ya'ni hozir men buni sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Bu aytadiki boshdan keyin qatorma-qator tushunsak biz yaxshi tushunamiz. Ya'ni umumiy g'oya prototip pattern. Ya'ni bu mavjud obyektni klonlab berish, ya'ni nusxasini yasab berish usuli hisoblanadi. Ya'ni yangi obyektni yasashda har doim biz new bilan ishora qilamiz. New bilan new cal so'zi bilan yozamiz, to'g'rimi? Ya'ni endi bu yerda new bilan har doim kiritish shart emas. Mavjud obyektni nusxa qilib olish kifoya qiladi. Ya'ni bu pattern ayniqsa obyektni yasashda qimmat bo'lgan holatlarda, ya'ni obyektni har doim yasab bo'lmaymiz-ku. Ya'ni obyektni tez, oson klonlash kerak bo'lgan vaqtda bu o'zi pattern ishlatiladi, do'stlar. Ya'ni bizning loyihada nima bo'ladi? Foydalanuvchi ertangi kun uchun shu kungi zikr obyektini klonlashi mumkin. Nimadir dedim. Xo'p, foydalanuvchi ertangi kun uchun shu kunga, ya'ni bugungi zikr obyektini klonlab qo'yadi. Tushunasizlar? Ya'ni misol uchun interface bor bizda, interface bor edi bizda, ya'ni zikr factoryda, to'g'rimi? To'g'ri. Zikr factoryda bor edi.
Zikr factory'da to'xtaymiz. Zikr unaqa degani yo'q. Factory bor. Factory bor, zikr. Ya'ni zikrni biz olib kelyapmiz, to'g'rimi? Lekin bizda xatolik chiqadi. Quick fix qilib biz uni tashlashimiz mumkin. Type zikr deb olib kelish kerak, ya'ni interface bo'lgandan keyin. Xo'p, ya'ni nima bo'ldi? Bizda bor, interface bor. Qaysidir faylda bor, ya'ni biz u faylni bilamiz, ya'ni factory faylda bor. Ya'ni nomi va tarifi bor. Buni yozib chiqdik, 3 ta dona zikrni yozib chiqdik. Endi ma'lum kodga keladigan bo'lsak, bu muhim kodlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni zikr prototip klassi hisoblanadi. Zikr interfeysini amalga oshirib beradi. Ya'ni zikr interfeysini amalga oshirib beradi. Ya'ni name description bo'lishi shart. Mana name description bor. To'g'rimi? Konstruktor orqali name va description qiymatlarini oladi. Public yozilishi, ya'ni avtomatik shu qiymatlarni obyekt property sifatida saqlab qo'yadi. Ya'ni public yozilishi bu primoy property sifatida saqlanadi. Clone kodga keladigan bo'lsak, clone metodi asosiy prototip fayl hisoblanadi. Bu o'zi qismsiz bu prototip bo'lmaydi, lekin bu prototipning asosi hisoblanadi. Xo'p, this mavjud obyekt. This mavjud obyekt. This name, ya'ni new zikr prototip, this name, this description degani uning nusxasini yasaydi degani. Natijada yangi obyekt aynan shu qiymatlar bilan paydo bo'ladi, lekin alohida obyekt bo'ladi, ya'ni original nusxa va mustaqil bo'ladi do'stlar. Endi kelinglar, bugungi darsimizda shu yerda to'xtatib turamiz va keyingi darsimizda biz app, ya'ni app va main qismlarini yozib chiqamiz. Mainda jana ko'p narsa yo'q, prosta biz loyihani mainda ishga tushiramiz do'stlar. Bizda shu ikkita asosiy fayl bor, ya'ni shu ikkita asosiy faylni bugungi darsda biz ko'rib chiqdik va sizlarga juda ham tushunarli bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Loyihani bitta darsda o'zlari tiqib tashlashim mumkin edi, lekin iloji boricha sizlar uchun tushunarli qilib tuzib chiqishga, yozib chiqishga harakat qildim, chunki o'zim ham unaqa yozilgan loyihalarni yaxshi ko'raman, ya'ni sekin-sekin xotirjam qurilgan loyiha ko'rasizlar. Hammasi tushuntirilib borilyapti. Oldingi loyihalarda ham, bu tilda ham hammasi sizlarga yaxshi tushuntirilib keldi. Buni o'zingizlar ko'paytirib tashlasanglar ham bo'ladi. Yana bu yoqqa bundoq qilasizlar, yana ko'paytirib tashaverasizlar. Buni Ctrl C qilasizlar, bu yoqqa tushib, buni ko'paytirib tashaverasizlar. Misol uchun nimada ko'paytirsak bo'ladi? Yana bor, juda ham ko'p. Shunaqa ko'paytirsak bo'ladi, to'g'rimi? Bu yoqqa ham xuddi shu narsani biz kopiya qilib qo'yishimiz mumkin. Mana kopiya undan qilamiz, kopiya qilib qo'yamiz. Mana bundoq kopiya qilamiz. Ya'ni bu nima degani? Mana shu degani mana aytadi. Ko'rdinglar? Mana shunaqa qilib biz yozib turamiz do'stlar. Hech ham buni cho'chiydigan joyi yo'q. Va hech ham buni qo'rqinchli, ya'ni tushunmay qolgan narsasi yo'q. Shu do'stlar, factory va prototip, ya'ni klonlab qiladi. Har doim new ishlatirmaymiz loyihamizda. Hamma nima qilib beradi? Bizda kodda turlarini aniqlab beradi. Shu bilan bugungi loyihaning turi ham, kuni ham o'tdi do'stlar. Assalomu alaykum.